Mana bu Uchqizil suv ombori. Ertalab kelgan edik. Shamol bo'lyapti. Lekin havo bo'lib turibdi. Mana Eshmat bobo. Sakista badda qarasanda hozircha. Barakay. Men daryoqda o'tiribman. 4 ta karas oldim men. Xo'sh, mana bu Xolboy. Eshmat boboning ukasi. O'zi tashlagan. Lekin 2 kilolik bir sazanni hozir chiqardi. Mana hozir ko'ramiz ana sazanni. Xolboy, sazaningni bir ko'tardi. Bir ko'rsin baliqchilar. Parcha degan kurrak bor. Shular ko'rsin bir. Mana sazan deydi. 2 kilodan kattaroq sazan. Baliqqa kelaman deganlar, ishim bor deb aldamaydiganlarga mana baliq bo'lib turibdi. İşim bor deganlar